Yoshlarda, ya'ni o'spirinlarda qon bosimini ko'tarilishini sabablari turli tumancha hisoblanadi. Ya'ni bu asosiy birlamchi va ikkilamchi sabablar. Birlamchi bu essensial gipertenziya deyiladi. Uning asosiy keltirib chiqaruvchi omillari psixoemotsional zo'riqish, insulin rezistentlik, ya'ni semizlik, uchinchisidan bu kam harakatlik va umuman qon tomiri bilan bevosita bog'liq holatda ta'sir qiluvchi uning hajmini ortishi, suv miqdorini ushlanib qolishi hisobiga qon bosimini oshishi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda bevosita yurakni muammosi birinchi o'rinda turadi. Ikkilamchi asosiy sabablar bular har xil turli xil gormonal tizimni buzilib ketishi, ya'ni endokrin muammolar, neyrogen muammolar, turli xil shamollash alomatlari. Shular ko'rsatkichlar hammasi ikkilamchi qon bosimini ko'tarishi mumkin. Shuning uchun muntazam ravishda bolalarda agar shu holat tez-tez takrorlanib turuvchi, tez-tez asabiylashish, qon bosimi muntazam ravishda sababsiz, bezovtaliksiz, ya'ni simptomlarsiz ko'tarilib turishi kuzatilayotgan bo'lsa, albatta ikkilamchi organlarni tekshiruvni o'tkazish kerak bo'ladi. Balki u yerda qayerdadir kuchli gormonal o'zgarish ketayotgan bo'lishi mumkin. Shunga farzandingizga befarq bo'lmasdan albatta mutaxassislardan vaqtida o'tkazib, kerakli testlarni amalga oshirib, farzandingizni, ya'ni ham salomatligini saqlash sizning qo'lingizda bo'ladi.